Sizda 3 ta qiz bor. Siz o'g'illi bo'lmoqchisiz. Oldimga kelasiz, Dilnoz opa, sizga shuncha pul beraman. Menga kalendar qilib bering. Ya'ni o'g'illi bo'lmoqchiman. Yoki menga ovulyatsiyadan necha kun oldin birga bo'lishim kerak erim bilan yoki necha kundan keyin bo'lishim kerak. Qanaqa pozada yotsak, men o'g'illi bo'laman deb siz so'raysiz mendan. Men javobim nima bo'ladi bilasizmi? Men hamma qizlarga bu savolga bitta javob beraman. Har doim fikrim hech qachon o'zgarmaydi. Kalendarda hisoblattirasizmi yoki qanaqadir pozalardan foydalanasizmi yoki qanaqadir irim-sirimlar qilasizmi? Tabiiy homiladorlikda hech qachon homilaning jinsi aniqlab bo'lmaydi. Uni hammasini Alloh qiladi. Hech qachon tabiiy homiladorlikda siz mana shu oyda homilador bo'lsangiz, siz o'g'illi bo'lasiz yoki men bu oyda homilador bo'lsangiz, qiz bo'lasiz deb aytmayman. Chunki bu noto'g'ri. To'g'ri, sizlar borasizlar poliklinikaga yoki boshqa больницаlarga borib, doktorlardan iltimos qilasizlar. Iltimos, menga hisoblab bering. Men 3 ta qizim bor, 4-inchisi ham qiz ekan, abort qildirdim. Shunga o'g'illi bo'lishim kerak. Men oilam oldida, erim oldida uyalmayman, qo'rqaman yana qiz tug'ishga deysizlar. Shunaqa vaqtlari har endi men to'g'ri doktorlarni yomonlamoqchi emasman-u. Hovuz ichidagi ayrim doktorlar pul ishlash uchun sizga kalendar qilib berishadi. Kalendar bu noto'g'ri. Pozalar ham noto'g'ri, chunki buni meditsinada hech kim isbotlamagan. Isbotlanmagan teoriyalar bular. Siz o'g'illi bo'lmoqchi bo'lsangiz, faqat eko orqali homila jinsini tanlab, keyin homilador bo'lishingiz mumkin. Tabiiy homiladorlikda siz hech qachon homila jinsini tanlay olmaysiz. Uni hammasini Alloh qiladi. Eko dasturida ham o'g'il qilib beradigan programma yo'q. Men bu gapni hamma patsientlarimga aytaman. Faqat ekoda sizni homilachalaringiz, ya'ni bir haftalik bolachalarni ona qorniga qo'yishdan oldin genetik tekshiruvdan o'tkaziladi. Embrion sifatlimi, genetik kasalliklar yo'qmi? Shunaqa vaqtda shunda xromosomlar, ya'ni o'sha embrionda genetikasi ham tekshiriladi. Shunda o'g'il qizligi aniqlab beriladi. Shunchasi o'g'il, shunchasi qiz deb aytishadi. Agar siz o'g'il xohlasangiz, o'g'il embrion qo'yib beriladi. Agar siz qiz xohlasangiz, qiz embrion qo'yib beriladi. Shu orqali siz o'g'illi bo'lishingiz mumkin. Lekin tabiiy homiladorlikda hech qachon kalendarga, hech qanaqa irim-sirimlarga yoki doktorning ovulyatsiyadan shuncha kun oldin birga bo'l yoki ovulyatsiyadan keyin mana shuncha kundan keyin birga bo'lsang o'g'il bo'ladi degan gapiga ishonmang. Bu narsa isbotlanmagan.